Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'y chorva ishbozlari, qadrli obunachilar. Akalar, mana bugun syomkalarimizda Namangan viloyati Kuz hayvon bozoridan olib boryapmiz. Bemalol akalar o'tirib, joylashib joyga tomosha qilishlaringiz mumkin. Mana Alloh xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga bu yerdagi bozordagi bo'layotgan narx-navolarni tanishtirib video qilib beramiz. Aka, nechta bo'ldi mana shu? 3,5 bo'libdi. Barakasini bersin. Mana akalar. Xolasa boshlariga o'tadi. Baraka bo'layotgan. Mana qo'yib ko'ruvchi. Men ko'rdim mana shu qo'yib. Hoji baba orqasida o'tib ko'ruvchi. 50 bo'layotgan akalar. Buni janavar. Bir ishga yo'q. Hoji baba salta yetdi-chi. Bermagan. Beraman. Rosa saltirib ber. Ber mana uni xursandchilik bilan. Gapirildi, 100 beraman. Yo'q deb 100 baraka beraman. Labit qilyapman. Demaylar endi. Qaysi biriga berishyapti aka? 8,5 ekalasi? Ekalasi 8,5. 8,5 ga yo'q. Yaxshi narx. O yekta tiniqi. Aka, nech pul bo'ladi? Bo'lishi 10 millionga beraveradi. 10 millionga. Dastlabkilarimiz bormi? Dastlabkilarimiz? Yo'q, bizda dastlabki yo'q. Yo'qmi? Telefon nomerlar qoldiramiz yo'qsa. 93lik. 93lik. 483 483 0709. 0709. Bozoringiz bersin aka. Qo'ylar qana. Mana akalar qo'yinglar. Edilbay. Hech pulaga o'sha Edilbay qaror. Lekin olmayapti. Edilbay aka, bunisi ikkinchi sort. Mana shu ikkinchi sort ekan akalar. Bu qo'ylar kimdan ekan? Bizda. Amas. Akalar, bunga chiroyli. O'zi ber. Ish bilan berasiz aka? Nima pul bermayapman? Ha. Endi qarzi bor shuni olayapman. Qarzi bor. Nech puldan bular? Mana bular? Nech puldan ekan? Bular 4,5. 4,5 kami bor. Mana shular 5 ta vas bir joyga kelsa nech puldan berasiz? 3dan? Telefon nomerlar qoldiramiz aka. 93lik 806 60 66. Akalar, mana yosh variantlar ekan. Chiroyli. Mana ko'rasizlar. Qo'ydi akalar, mana zo'rlari, qarashallardan. Assalomu alaykum aka. Sizdanmi qo'ylar? Bo'g'ozim bular? Oron solib qo'ygan ekanda. O'rinlar ham katta bo'lgan o'sha turishga tayyor. O'rinlari zo'r. Nech pul olyapsiz aka ularni? 6,5 kami bor. 6,5 kami bor. Ishlari nechtadan bo'ladi? 3 turishga bo'g'oz. Ha, 2-3 ekan. 4dan 6gacha ekan. Bir joyga kelsa qanchadan beramiz shularni hammasini? 6dan so'rashyapti aka. 6dan so'rashyapti. Bir joyga ketsa agar telefon qilib bir joyga olishsa 62 dan beraveramiz. 62 dan telefon nomerlar qoldiramiz. 97lik 97lik 900 900 00 00 37. 37. Aka, bozoringiz bersin. Qiziqarlar akalar. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar mana. 62 dan ketaveradi ekan bu joyga. Son 5 dona ekan. Naqd bo'g'ozlar ekan. Mana aka. Akalar, mana qo'shqor zo'ri. Qo'shqor ishbozlarga mana yaxshi variant. Assalomu alaykum aka. Sizdan aka bu qo'y? Ha, bizniki. O'zim aka bu qo'y? Shagimi? Nech pul deyapsiz aka buni? 6 million deyapti, ozgina kam bor.
6 million deyishyapti ekan, ozgina kam bor ekan. Bozor qancha qildi aka? 5 million 100 ming. 5 million 100 ming qildi akalar. Yormadim bu ekan. Aka buni necha pulga beramiz? Telefon qilish so'rashsa. Beraveramiz, sotolmasa. Telefonni qoldiramiz aka bo'lsa. 99 lik 995 995 90 90 48. 90 48 aka. Akalar. Kimga olsa aloqa so'rasizlar. Kelishtirib beradilar mana. Voy ashkagami chaqiringga o'tiraylik. Kadar maaş koydular. 7 milyon 450 ming so'm bo'libdi. Juda. Qo'chqor aka ikkalachi. 450 ming so'm. Yo'q, bunisi sovuq ekan mana bu. Juda sovuq bir qo'chqor aka. Qo'chqor aka. Qo'ydi, simjon variantidan akalar. Xolos u ochgan. Ustamiz akalar sizlarga. Assalomu alaykum aka. O'ylasizlarmi aka? Ha. Mana shuni qancha qilishyapti mana bu simjonni? Simjonni 7 million 200 qilishgan. 7 million 200 ming so'm. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz, ha. Buni ham. 4 6 kishi ekan simjon. 7 million 200 ming. Ha, ko'ravering. Bo'g'oz ekan, bu ertaroq bo'g'oz ekan. Buni sarında farqi bor. Vibranga bor. Ha, shu. Ha, kerak. Narx-navolarni tanishib qo'yaverasizlar. Mana shu juda chiroyli ekan simjon. Ha, o'zi 7 million 200. Telefonda katta meni o'yatdi. Ha? Telefonda katta ko'rindi. Yo'q, o'zi ham katta emas ekanda bu. Agar chetdagilar ham ko'rishadi-da biz kanalda. Telefon nomerini qoldirsangiz, mabodo telefon qolishadi agar. Ha, yozib olavering. Aytavering. 94lik. 94lik 844 844 1779. 1779. Aka bozoringiz bersin. Hop, hop. Mana akalar. Narxi shunaqa bo'libdi. 7 million 800 ming yuradi. Lekin zo'r narx bo'ldi. Necha pul olibdi shu? 12 million 400 da. 12 million 400 ming sotilibdi. Assalomu alaykum. Yaxshi sotilibdi. Mana qunojindi. Qunojindi. Olasida bitta qorasidan ekan. Sizdanmi bular? 8,5 dan kam bor. 8,5 dan kam bor. Mana akalar bemalol ko'rasizlar. 8,5 dan kam bor ekan. Bir qator ko'rsatamiz sizlarga. Qancha menda buni bo'ldagani? Hozirdan 7 million barada qilishyapti. Telefon nomerini qoldiramiz. Kimgadir qiziq bo'lsa telefon qilishadi. 8 lik 821 821 20 20 ekan. Akalar kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqasizlar. Onlardan ham bir video qilib qo'yamiz. Mana bu qo'llashi ham yaxshi narsa ekan. Ha, baraka bo'lyapti ekan. Necha bo'lyapti aka shu? 8 million? Necha pul deyapsiz o'zi? 9 million deyapti. 9 million deyapti ekanlar. 8 millionga 8 millionga so'rashyapti ekan. 8 millionga bergay ekanlar. Narxi 9 million ekan akalar. Buni uchun chiroyli narsa ekan. Bu chiroyli. Akalar toshishga gaplashyapti. Toshni ham tushunmayman to'g'risi. Necha bo'lyapti ekan?
Bolaga sotib 53. Qaysi biri? Hammasi 53 ta bo'lyaptimi? Bittasi 53 bo'ladi. Yetti. Bittasi 53 ekan. Nima qaysi biri? Hozir ko'ramiz barcha. Mana shular. Mana birinchisi ekan mana. 5300 ming so'm. 5300 mingga bo'lyapti ekanlar shu qo'ydi. Boshqalar ekan. Nechi pul bo'ldi? 100 kam bo'lmagan akalar. 100 ming so'm kam. 10 million bo'ldi. Aka buni qo'yasini berishsa sotamizmi? Sotamizmi? Ko'rsataylik bo'lsa, obunachilarga. Bo'ldi. Mana aka. Narxi 100 ming so'm kam, 10 million bo'ldi. Qo'yasini berishsa sotishadi. Xush qaragan. Mana aka, chiroyli. Qo'za ular ya, shak. Non aka, non. Shak. Bunisi ham shak. Shak, ikkalasi ham shak ekan. Yuzlari ko'rinib turibdi. Telefon nomerlar qoldiramiz aka. Telefon nomeri 94lik 590 3940 3940. Hech bunaqa narsaga tushunmaganim. Nega? Telefon qilishadi-da. Akalar. Yo'qsa, aloqa chiqarasizlar. Akalar yana muhtojlardi mana. Bir oq, bir sarg'ish ekan. Baraka bo'ladi ekan. Necha bo'ladi ekan? Endi kelishamiz. 78 deyaptilar. 100 ming o'tib beradi. 78 deb deganlar. Qancha ketdi? 78. 78. Barakasini bersin. Mana akalar. 7 million 800 ga baraka bo'lib mana shu. Mana akalar. Hisobni yurgan aka ko'ramizga mana. Yaxshi variant desa ham bo'lardi. Oriqroq ekan. Tashlab qo'ysa bo'lardi. Biroq qolasa keyingiga. Katta mojin bo'ladi. Mana aka. 7 million 800 ming so'mga baraka bo'ldi. Necha bo'ldi aka bu? Necha bo'ldi aka bu? Endi bo'ladigan bo'lib turibdi. Bunisi necha pul deyapsiz? Bunisi 11. Bunisi 11. Chiroyli narsa ekan. Akalar molni yana tunojinda kichkinasidan. Pul yengillardan ko'rsatyapti akalar. Aka nech pul ekan bu? To'g'ri? To'g'ri nech pul ekan bu? 13 kam bu. 13 kam bor. Bozor qancha qilyapti buni? Bozor har xil. Har xil. Eng balandti. 11 million bermadingizmi? Telefon nomerni qoldiramiz aka. Agar qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqishadi, telefon qilishadi. Aytaverasiz. 94lik 902 30 69. Bozoringizni bersin. Mana akalar. Qiziqqanlar bo'lsa. Necha pul bo'ldi shu tovar? 11,5 bo'ldi. Barakasini bersin. Yarim baraka bor. Akalar qo'ydi yiriklardan ko'rsatamiz sizlarga. Mana. Mana pullar o'ta baquvvat. O'ta istaymiz narsalar ekan. Bir qator ko'rsatamiz. Bularni bo'ylariga yetadi. 90 bo'lsa kerak. 90 dan balandroq. Tuşlarına aynı. Geçir öyle. Bollar uzun. Asfalt. Sizden mi bu? Ne çubuğu yapsın? 48. Ha? 48. 48? Çünkü 48 iş yaptık ya. Bozar kaç kilo yaptık ya? Bozar kaç kilo yaptık? Şöyle 48. Unutur 8 kilo yaptık. Yaxşı. Yaxşı söyle.
Ekkovi bir joyga kelsa necha pulga beramiz? Ekkovi bir joyga kelsa necha pulga? 15 veririz. 15 ta o'tsa beramiz. Telefon nomeri qoldiramiz aka. Ha, 90lik 278 278 83 83 26. 83 26. Bozoringizni bersa aka. Akalar 15 ta o'tsa Ekkoviga to'g'ri aka. 14 million 800 ming so'm qilishibdi. Berishmadi. Mana qo'shgan. Aka baraka bo'ldimi bu? Necha pul bo'ldi? 73 yarim. 73. Barakasini bersan. 74 yarim. 74 yarim? 7 million 450 bo'ldi mana akalar. Katta. Bu yillar 90 bo'lsa kerak. 90 atrofida. Zo'r narx bo'libdi lekin. Bitta semiz ekan. Baraka. Akam buni foydasini bersa sotamiz? Ha, to'yganmi? To'yga. Barakasini bersin. To'yga ekan, sotmas ekan. Mana kadar qo'shqardi. Akal qo'shqardi, arashadi mana. Ish pul deyapsiz aka buni? Aka uni oldim hozir. Oldingizmi? Qanchaga? 62 ga. 62 ga? 6200. Zo'r bo'libdi lekin. Mana akalar 6200 ga yaxshi narx bo'libdi. Bular o'ta uzun ekanda aka bular. Akalar. Go'zal narsa ekan. Bu sotmaysizlarmi? Yo'q. Sotmaysizlar uni? Ha, boqishga olishibdi akalar. Mana qiziqqanlarga. 6 million 200 ming so'm baraka bor. Barakasini bersin aka. Qo'chqorda akalar. Yana simjum variantlarida mana. Chiroyli. Yo'qotlar ko'rsatamiz sizlarga. Yuzlariga qaraganda qo'zi hali bular. Aka necha puldan egasi ularni? 6,5 6 million. 6,5 6 million ham bor ekan akalar. Akalar mana bu uyda qo'yimiz o'zimizni qo'chqor. Mana ko'ringlar bemalol. 85 ga urasizlar bo'yini. Mana garbozlarni aytadilar mana. Quloqlar uzun. Qulog'ini o'lchamadik. Qulog'i ham 1 litr 20 ga yaqinroq bo'lsa kerak. 19 atrofida. Mana. Nimalar tik dumba. Chiroyli. Mana go'shtlari. Semiz qo'y, ora qo'ymas. To'shlarga deb berasizlar, to'shlarga. Mana. To'shlarga deb beraman. Kichkina narsa emas akalar bular. Bu qo'y. Juda ajoyib, bunaqa hurkak qo'ymas. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, bemalol pastdan nimalarga. Mana akalar. Mana shu bitta shu qulog'ini ozgina qirq qo'yishgan ekan. Qirg'iz bolalarda mana. Qirg'iz bolalarda mana. To'shlarga deb o'ylayman, to'shlarga chiroyli. Mana dumbalari, dumba. Chiroyli. Akalar bu narxiga kelsak 6 million 800 kami bor. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha tasavvurlarimiz mutlaqo tekin. Kimga yoqsa aloqa bemalol ko'rasizlar. Qo'y Namanganda deb ishlab turibdi. Akalarga teggan vaqtlarga rozi qo'yasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.